Hurmatli opalar, singillar, xonadonimiz xonimalari, uylaringizda ovqat hozirlar ekansizlar, ovqat tayyorlar ekansizlar, doimo bismillahirrohmanirrohimni aytish esdan chiqmasin. Va shu bismillahirrohmanirrohimga qo'shib astag'firulloh, alhamdulillah, Allohu akbar, Allohumma solli ala Muhammad kabi zikrlarni aytib, ya'ni Allohni zikr qilib ovqat hozirlasak, o'sha ovqatimizga baraka keladi. Eringlar ham hadim nolurmaydi-da, ovqating namuncha bemaza chiqdi sani demaydi. Ovqatga maza kiradi. Ovqat shirin bo'ladi ya'ni. Endi yana shuning barobarida aytadigan narsamiz, bu amal, ya'ni zikrlar bilan ovqat tayyorlashlik farz emas. Ya'ni majburiy emas, shart emas, lekin o'sha zikrlarni aytib qilinsa baraka bo'ladi. Uni yegan o'g'il qizlarimizni qalbiga o'sha taomdan ham foyda yetib boradi. Ilm olishi, Qur'on yodlashi, namozlariga dangasalik qilmasligi, hammasi bizni o'sha zikr bilan qilayotgan ishlarimizga bog'liq bo'ladi. Shunday ekan, musiqa eshitib, kino ko'rib emas, balkim Allohni zikr qilib taomlarni tayyorlaylik, uy ahlimizga, oila a'zolarimizga o'sha taomdan nima bo'lsin? Baraka, fayz bo'lsin.